Sardor gangster Turkiyada qo'lga olindi, tez orada O'zbekistonga jo'natiladi degan fake xabarlarga ishonmanglar. Buni hammasi yolg'on ma'lumot. Sardor jinoyati u darajada Interpolga berib, Turkiyada ushaladigan jinoyat sodir qilmagan u. U menimcha Interpolga ham qidiruvga berilmagan. Agar Interpolga qidiruvga berilganda, u Dubay o'zida ushlab ketishardi uni. Tez orada o'zi chiqib aytadi, "Meni og'aynim bo'ladi." Agar shu xabarlar rost bo'lganda, men bu narsani eshitgan bo'lardim. Iltimos qolaman, bunaqa yolg'on ma'lumotlar tarqatmanglar. Sardor gangster Turkiyada qo'lga olindi, tez orada O'zbekistonga jo'natiladi degan fake xabarlarga ishonmanglar. Buni hammasi yolg'on ma'lumot. Sardor jinoyati u darajada Interpolga berib, Turkiyada ushaladigan jinoyat sodir qilmagan u. U menimcha Interpolga ham qidiruvga berilmagan. Agar Interpolga qidiruvga berilganda, u Dubay o'zida ushlab ketishardi uni. Tez orada o'zi chiqib aytadi, "Meni og'aynim bo'ladi." Agar shu xabarlar rost bo'lganda, men bu narsani eshitgan bo'lardim. Iltimos qolaman, bunaqa yolg'on ma'lumotlar tarqatmanglar.